Qanaqa mahsulotlar ko'proq o'g'il bolani jenskiy tabiat qilib qo'yadi? Eng muhim 5 tasini sanab bering. Hozirgi yeyilayotgan mahsulotda 60% deyarli obmenni buzib yuboradi. Mayli men sizga 5 ta eng muhimini sanab beraman, yozib oling. Eng birinchisi soya. Soyada fitoestrogen degan komponenti ko'p miqdorda bo'ladi. Ular erkak gormonlarini bostirish va ayollarga xos gormonlarni muvozanatga olib kelish mumkin. Ikkinchisi shakar va shirinli mahsulotlar. Qandli mahsulotlar insulin darajasini yuqoriga ko'taradi. Bu esa testosteronni pasaytiradi. Shuning uchun iloji boricha me'yorda bu mahsulotlarni qabul qilish kerak. Uchinchisi bu industrial sut va sut mahsulotlari. Ya'ni bu sun'iy, tabiiy bo'lmagan yogurtlar, sirlar tarkibida palmiy kislota qo'shilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi bu fast foodlar va tez tayyor bo'ladigan ovqatlar. Ularning ko'pichi tarkibida trans yog'lar va har xil kimyoviy zararli qo'shimchalar qo'shiladi. Bu yog'lar ham erkaklarning testosteronni pasaytiradi va sifatini tushiradi. Beshinchisi, buni ayollar ham bilib olishi shart, plastik idishlarda ovqatlarni saqlash. Plastik ichiga tushadigan bisfenol A moddasi tanadagi gormon tizimiga juda ham katta xalaqit beradi. Ayniqsa harorat o'zgarganda u narsa ajralib chiqadi. Shu 5 ta mahsulotga e'tibor bering, hammasi zo'r bo'ladi.